alaykum. Darsimizni davom ettirsak. Biz bu darsimizda app'ning xatlarini boshqa hujjatdan tortish usulini sizlarga o'tmoqchi. Aldım sağlıklı. Ben bunu bunu oturup şuna koyuyorsun. Mana biz bu yerden ko'rib turibmiz. Mayda Hello World main activity deb bor. Biz bunaqa qarasak, mana tekstiga undaq yozilgan emas mana. Mana biz bunun keyiniga yana tekst birdan birini oldi. Şimdi bunun teksti ne mi? Tartış sonucu dedik şöyle geldi. Resminde resimleştiki value string mana bu şey yazımıza. Mesela birini yazıp sınaq qilay. String name tam mashaga biz yozalaydigan masalan men text bir deb yozay. Undan keyin taqattuq mayaga biz ko'rsatmoqchi bo'lgan mazmun yozamiz masalan assalomu alaykum deb yozdik. Yaxshimi siz bo'lsin. Endi mana aytib o'tdik. Oldu. Endi men tekst ikkining mazmuniga shuni tatib beray. Mana mazmuniga nima yozdim? Alba string siziq biz bayatdan yazmoqchi bo'lgan degan text der deganda tatib beramiz. Endi bo'ldi. Mana assalomu alaykum yaxshimisiz deb chiqdi. Bu mazmun tatish shunday qildi. Agarda buning text rangini o'zgartmoqchi bo'lsak, mayadin text colorni o'zimiz xohlagan rangga tashlab qo'ysak bo'ladi. Qizil qilib qo'yayman. Mana qizil chiqdi. Undan keyin text size degani tekstning mazmunining cho'nqishligi. Buni 10 qilib qo'yayman. Mana hammadan kichik chiqdi. Bunun background teglik rangiga rasm qiltirish va yoki ranglash bo'ladi. Background o'rni ustidan o'ttirg'ay va yoki so'lga deb ta'riflasak bo'ladi. Nimani ustiga to'g'rilash uchun mayani gradiyevni top qilamiz. Agar astiga to'g'rilamoqchi bo'lsak agarda astiga to'g'rilamoqchi bo'lsak button qilsa bo'ladi. Astiga chiqdi.
agarda mana ustiga asligini astiga chiqarmoqchi bo'lsak, maydan layout creative mana bottom qilyapmiz. Bunga boshqa bir nima deyishimiz kerak? Layout olay buni. Endi tepsiga bir olay. Ama tepsining egizlikni majburiyat qilib o'taymiz. Endi astidagi ko'rinmaydi. Shuning uchun biz astidagini tepsining widthni birbirini qo'ydik. Mana aslidagi ma'noga chiqdi mana. Ehtiyojimiz asosan tosh WhatsApp bo'ladi. Bu darsni o'sha davrlashda ko'p rahmat.